eng bizni xafa qiladigan tomoni ham aynan mana shunda. Ya'ni mani boy qiladigan inson deb qarashi, bu javobgarlikni yana boshqa odamga yuklash, javobgarlikni o'ziga olmaslik. Boylik o'zi siz javobgarlik ola olganingiz darajasida beriladigan imkoniyat. Va psixologlar boy qiladigan emas, to'g'ri yo'l ko'rsatadigan insonlar desak, to'g'ri bo'lgan bo'lardi. Va tanqidiy fikr bilan qaraydigan, boy qilib yoki o'zingiz boymisiz, o'zingiz pulingiz ko'pmi yoki qancha daromadga chiqqansiz, mani qancha daromadga chiqarib qo'ya olasiz degandek savollar bilan qaraydigan erkaklarimizni ishlaydigan savollar hali juda ham ko'p va men ishonaman, ular ishlash jarayonida albatta to'g'ri xulosalarga kelisha oladi. To'g'ri mutaxassisni, professional mutaxassisni topish va shu bilan ishlash orqali, agar noprofessional mutaxassis bilan ishlaydigan bo'lsa, albatta ular o'sha e'tirozli savoli ko'rinishida qolib ketishi mumkin. Ya'ni biz hammaga javob bera olmaymiz. Hammani professional ishlashiga javob bera olmaymiz. Hamma o'zining javobgarligini olsa, o'zining javobgarligi ko'rinishida o'zini to'g'ri ishini qilsa, maqsadli bo'lgan bo'lardi bu.